هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهور. Sure Gafir tefsiri 28. ayetten başlayıp okuyayım inşallah. Bismillah, elhamdülillah, esselatu vesselam ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Dübende diktanlağa İbn Kathir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Gafir suresi 28. ayetten başlayıp okuyayım inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Fir'aun xonadoniga mansub iymonini yo'shirdigan bir mo'min odam aytdi: sizlar Rabbim Alloh degan kishini o'ltiramsizlar? Holbuki u sizlarga haqiqatan Rabbinglarning dargohidan ro'shan dalillarni elib keldi. Agar u payg'ambarlik da'vosida yolg'onchi bo'lsa, yolg'onchilikning ziyni uning o'zigidir. Agar u rostchil bo'lsa, u sizlarni qo'rqitgan azobning bir qismi sizlarga keladi. Alloh haqiqatan haddidan oshgan yolg'onchini hidoyat qilmaydi. Ey qavmim, bugun saltanat sizlarning ilkinglardadir. Misr zaminda sizlar g'olibsizlar. Agar bizga Allohning azobi kelsa, uningdan qutulishga bizga kim yordam berdi? Fir'aun aytdi: men sizlarga faqat nimani to'g'ri deb qarasam, shuni maslahat beraman. Sizlarni men faqat to'g'ri yo'lga boshlayman. Fir'aun tavasidan bir mu'min bilan Musoni kuchlantirish va u mu'minning qilgan xitobi to'g'risida. Mashhur rivoyatlarga qaraganda bir mu'min Qibti millatidan bo'lib, Fir'aun tavasidan edi. Suddi u odam Fir'aunning tog'isining o'g'li edi. U Musa alayhissalom bilan billa nijotlikka erishgan deyildi dedi. İbn Abu Hatem İbn Jurayjdan İbn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Fir'aun tavasidan bu odam va Fir'aunning ayolidan boshqa hech kim iymon etmadi. Bu odam: ey Musa, shubhisizki kattalar seni o'ltirishni maslahat qilishyapti degan odam edi. Bu odam o'zining iymon etganligini Qibti qavmidan yo'shirib kelgan edi. U faqat Fir'aun meni qo'yib etinglar, Musani o'ltirman degan chaqda iymonini oshkorladi. Uning Alloh taolo roziligi uchun g'azabi toshqan edi. Jihadning eng afzali zolim podshohning oldida haq so'z qilishdir. Bu vaqtda hadisda shunday deyilgan: u odam Rabbim Alloh degan kishini o'ltiramsizlar degan so'zni qilgan. U so'zi Fir'aunning oldida bu so'zdan eng katta so'z yo'q. İmam Buxoriy Urva ibn Zubayr radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi: men Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallohu anhumaga mushriklar payg'ambar alayhissalomga eng qattiq aziyat qilgan ishdan xabar bergin dedim. Abdullah mundaq dedi: bir qitim payg'ambar alayhissalom Ka'baning oldida namoz o'qiyotdi. Dal shu chaqda Uqba ibn Abu Mu'ayt keldi. U payg'ambar alayhissalomning muyursidan tutib, kiyimini qayrib, bo'yniga yugab qattiq bo'g'idi. Shu paytda Abu Bakr radhiyallohu anhu darhol kelib, Uqbani muyursidan ittirib payg'ambar alayhissalomdan ajratdi.
Ondan Rabbim Allah degan kishini o'ltiramsizlar? Albuki u sizlarga haqiqatan Rabbinglarning dargohidan ro'shan dalillarni ilib keldi dedi. La ilaha illalloh Muhammad rasul. U sizlarga haqiqatan Rabbinglarning dargohidan ro'shan dalillarni ilib keldi. Ya'ni Rabbim Allah degan sizlarga elib kelgan haqiqatning rost ekanligiga dalil paketlarni o'tirib qo'ygan bir odamni qandoqmi o'ltirsizlar? Ondan keyin u mu'min ular qilgan so'zini siyliqlashtirib mundaq dedi. Agar u payg'ambarlik davosida yolg'onchi bo'lsa, yolg'onchilikning ziyni uning o'zigidir. Agar u rostchil bo'lsa, u sizlarni qo'rqitgan azobning bir qismi sizlarga keladi. Ya'ni u sizlarga elib kelgan narsaning to'g'ri ekanligi sizlarga aniq bo'lmasa, uning qarata qilmoqchi bo'lgan ishning to'g'risi uni o'z holi bilan qo'yib yetishinglardir. Uning aziyat yetkazmanglar. Agar u yolg'onchi bo'lib qolsa, uning yolg'onchilik qilmishiga qarata Alloh taolo dunyo oxiratda uning jazo beradi. Agar u payg'ambarlik davosida rostchil bo'lib qolsa, sizlar uning ozor qilsanglar, u holda u sizlarga va'da qilgan azobning bir qismi sizlarga cho'qim keladi. Agar sizlar uningga qarshilik qilsanglar, u sizlarni dunyo va oxiratlik azobdan qo'rqitadi. U sizlarning oldinglarda rostchil bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun yaxshisi uning bilan qarshilashmanglar. Balki uning o'z qavmini dinga da'vat qilishiga, uning ergishishiga yo'l qo'yinglar. Alloh taolo Musa alayhisalomning Fir'avndan mushundaq talab qilganligini, ya'ni o'z qavmini qo'yib yetishini talab qilganligini tövendeki oyatida xabar qildi. Ulardan ilgari biz haqiqatan Fir'avnning qavmini sinadik. Ularga esil bir payg'ambar keldi. Musa ularga aytdi: "Bana Allohning bandalarini, ya'ni Bani Isroilni topshirib beringlar. Men sizlarga haqiqatan ishonchlik payg'ambar. Allohga takabburlik qilmanglar. Men sizlarga haqiqatan ro'shan mo'jiz bilan keldim. Men haqiqatan mening Rabbim va sizlarning Rabbinglarga sig'inib, sizlarning meni o'ltirishinglardan panoh tilayman. Agar menga iymon keltirmasanglar, meni o'z holimga qo'yib yetinglar." Mana mushundaq payg'ambar alayhissalommu Qurayshga o'zini Allohning bandalarini Alloh tarafga chaqirishiga qo'yib berishini, o'ziga yomonlik yetkazmaslikni, o'zi bilan ular o'tirsidagi tuqqandarchilikning yuzini qilib, uningga aziyat qilishini tashlash bilan sil rahm qilishni aytgan edi. Bu haqda Alloh taolo mundaq deydi: "Payg'ambarlikni tabliq qilganligimga sizlardan haq talab qilmayman. Faqat tuqqanchilik haqqi uchun meni do'st tutishinglarni, ya'ni Rabbimning da'vatini yetkazishimga chaqilmasliginglarni tilayman" degan. Ya'ni oramizdagi tuqqanchilikning haqqi hurmati uchun menga ozor bermanglar. İnsanlarga Rabbimning da'vatini yetkazishimda menga chaqilmasdan o'z holimga qo'yib yetinglar. Payg'ambar alayhissalomning bu so'ziga asosan Hudaybiya kuni sulhi tuzildi. U bir ro'shan g'alaba edi. Allah haqiqatan haddidan oshgan yolg'onchini hidoyat qilmaydi. Ya'ni agar o'zini Allah sizlarga payg'ambar qilib avatdi, da'vatgan bu kishi sizlar gumon qilgandek yolg'onchi bo'lib qolsa, uning yolg'onchiligi albatta hamma odamga uning so'zlarida va harakatlarida ro'shan oshkor bo'lgan bo'ladi.
Shuning bilan zo'r darajada ixtilof va qarshilik o'tirg'i chiqqan bo'ladi. Biroq biz uning ishining to'g'ri, yo'lining tuz ekanligini ko'ryapmiz. Agar u haddidan oshgan yolg'onchilardan bo'lsa edi, Alloh uni sizlar ko'rib turgan aqliga muvofiq ish harakatga hidoyat qilmagan va yo'l ko'rsatmagan bo'lar edi. Ondan bu mu'min qavmini Allohning ne'matining ulardan ketib qolishidan va Allohning azobining ularga tushishidan ogohlantirib mundaq dedi: Ey qavmim, bugun saltanat sizlarning ilkinglardadir. Misr zaminida sizlar g'olibsizlar. Ya'ni Alloh bu podshohlikni Misr zaminida so'zi o'tkir, yuz obro'li g'oliblardan bo'lishni sizlarga in'om qildi. Allohga shukr qilish, Allohning payg'ambarini tasdiq qilish bilan bu ne'matning qadrini qilinglar. Allohning payg'ambarini inkor qilsanglar, Allohning azobi kelishidan qo'rqinglar. Agar bizga Allohning azobi kelsa, uningdan qutulishga bizga kim yordam beradi? Ya'ni Alloh bizga bir yomonlikni iroda qilsa, bu qo'shinlar, bu askarlar Allohning azobidan hech narsani bizdan qaytara olmaydi. Bizga hech qanday yordam qila olmaydi. Fir'avn to'g'ri yo'l topgan, shundaqla podshohlikqa Fir'avndanmi haqliq bo'lgan bu odamning qilgan nasihatlarini rad qilgan holda qavmiga mundaq dedi: Men sizlarga faqat nimani to'g'ri deb qarasam, shuni maslahat beraman. Ya'ni faqat men nimani o'zimga to'g'ri deb qarasam, shuni sizlarga deyman va maslahat beraman. Fir'avn haqiqatan yolg'on so'zladi. Chunki u Musa alayhisalom elib kelgan payg'ambarlikning rost ekanligini haqiqiy tonib yetgan edi. Musa: Ey Fir'avn, bular ya'ni 9 mo'jizani faqat osmonlarning va zaminning Rabbi mening rostligimni isbotlaydigan dalil qilib nozil qilganligini sen garchi tilingda iqro qilmasangmi, dilingda albatta obdan bilasan. Ular u oyatlarni ichida e'tirof qildi. Lekin ular uni zulm va takabburlik qilish yuzidan inkor qildi. Men sizlarga nimani to'g'ri deb qarasam, shuni maslahat beraman. Fir'avn yolg'on so'zladi. Yolg'onni to'qidi. Alloh taologa, uning payg'ambariga va o'z tavasidagi kishilarga xiyonat qildi. Ularga yaxshilik qilgan qiyofatga kirib, ularni oldidi. Sizlarni men faqat to'g'ri yo'lga boshlayman. Ya'ni men sizlarni faqat haq, rost va to'g'ri yo'lga chaqiraman. Qavmi uningga itoat qilgan va ergashgan turug'liq Fir'avn ularga yanada yolg'on so'zladi. Bu vaqtda Alloh taolo mundaq deydi: Ular Fir'avnning buyrug'iga bo'ysundi. Fir'avnning buyrug'i to'g'ri emas edi. Fir'avn o'z qavmini ozdirdi. Ularni to'g'ri yo'lga boshlamadi. Hadisda mundaq deb keldi: Bir musulmon podshoh o'lgan vaqtida qo'l ostidagi odamlarni oldigan holda o'lib ketsa, u jannatning purqini puriy olmaydi. Haqiqatan jannatning purqi 500 yillik musofi yiroqlikdanmi puriladi. La ilaha illalloh Muhammad rasululloh. Mu'min odam aytdi: Ey qavmim, sizlarning Nuh, Ad, Samud qavmlariga o'xshash va ulardan keyingilarga o'xshash jamoalar uchragan jazoga uchrashinglardan qo'rqaman. Alloh bandalarga zulm qilishni xohlamaydi. Ey qavmim, men sizlar uchun haqiqatan qiyomat kunidan ansirayman. U kunda dovzax azobining dahshatidan qo'rqib,
arqanlarga chekinsizlar. Sizlarga hech Allohning azobidan qutuldiruvchi bo'lmaydi. Kimki Allah uni gumroh qiladigan, uni hidoyat qiluvchi bo'lmaydi. Shak shubhisizki, ilgari sizlarga Yusuf Allohning dargohidan ro'shan mo'jizalarni ilib keldi. U ilib kelgan dalillardan sizlar hamon shaklandinglar. Toki u vafot bo'lganda dalil pokisiz holda Allah uningdan keyin hargiz payg'ambar avatmaydi dedinglar. Allah gunohda haddidan oshqichini, dinda shaklanguvchini mushundoq ozdirdi. Allohning oyatlari ustida o'zlariga Alloh tarafidan kelgan hech qanday dalil bo'lmasdan qarsiga janjallashadiganlar Allohning dargohida va mu'minlarning nazarida qattiq nafratga qoladi. Buzg'unchilik qilib iymondan bosh tortgan, bandilarga zo'mgarlik qilgan har qanday odamning dilini Alloh mushundoq pechatlaydi. Bu oyatda Alloh taolo Fir'avnning tavasidan iymon etgan bu yaxshi odamning holidan xabar berdi. U qavmini Alloh taoloning dunyo va oxiratda bo'ladigan azobidan qo'rqitib mundoq dedi: "Ey qavmim, sizlarning Nuh, Ad, Samud qavmlariga o'xshash va ulardan keyingilarga o'xshash jamoalar uchragan jazoga uchrashinglardan qo'rqaman." Ya'ni ular Nuh, Ad, Samud qavmlariga o'xshash o'tmishda Allohning payg'ambarlarini inkor qilganlardir va ulardan keyin kelgan payg'ambarlarni inkor qilgan ummatlardir. Ularga Allohning azobi qandoq tushdi? Ulardan azobni qaytarg'uchi bo'lmadi. To'suvog'ichi bo'lmadi. Alloh bandalarga zulm qilishni xohlamaydi. Ya'ni Allah ularni faqat qilgan gunohlari, Allohning payg'ambarlarini inkor qilganliklari va Allohning buyrug'iga qarshilik qilganliklari uchun halok qildi. Ularning taqdiriga yozilganini ijro qildi. Ey qavmim, men sizlar uchun haqiqatan qiyomat kunidan ansirayman. U kunda do'zax azobining dahshatidan qo'rqib orqanglarga chekinsizlar. Ya'ni yugurgan holatda qochsizlar. Yo'q, Allohning azobidan qochadigan panohgoh yo'q. Bu kunda qarorgoh Rabbingning tarafidadir. Sizlarga hech Allohning azobidan qutuldiruvchi bo'lmaydi. Ya'ni Allohning azobini sizlardan hech to'squchi bo'lmaydi. Kimki Allah uni gumroh qiladigan, uni hidoyat qilguvchi bo'lmaydi. Ya'ni kimki Allah uni ozdirdigan, uni Allohdan boshqa hech hidoyat qilguvchi yo'qdir. Shak shubhisizki, ilgari sizlarga Yusuf Allohning dargohidan ro'shan mo'jizalarni ilib keldi. Ya'ni Musa alayhissalomdan ilgari Alloh taolo Misr xalqiga ulardan bir payg'ambar avatdi. U Yusuf alayhissalom edi. U Misr xalqining eng aziz odami edi. U ummatini odillik bilan Alloh tarafga chaqiradigan payg'ambar edi. Ular Yusuf alayhissalomga faqat amaldorlikni va dunyolikni, yuz obro'yini ko'zlab itoat qildi. Shuning uchun Alloh taolo mundoq deydi: U ilib kelgan dalildan sizlar hamon shaklandinglar. Toki u vafot bo'lganda dalil pokisiz holda Allah uningdan keyin hargiz payg'ambar avatmaydi dedinglar. Ya'ni payg'ambar avatilishdan umidsizlandinglar. Ondan tama qilgan holda Allah uningdan keyin hargiz payg'ambar avatmaydi dedinglar. Mana bu ularning kafir bo'lganligi va payg'ambarlarni inkor qilganligidan edi. Allah gunohda haddidan oshqichini, dinda shaklanguvchini mushundoq ozdirdi. Ya'ni
Allah öz qilmishida haddidan oshganligi dinda shaklanganlik uchun ozdirgan kishining holi sizlarning bu holinglarga o'xshash bo'ladi. Allohning oyatlari ustida o'zlariga Alloh tarafidan kelgan hech qanday dalil bo'lmasdan qarisiga janjallashadiganlar, ya'ni haqni botil bilan rad qiladiganlar, Allohdan o'zlariga hech qanday dalil isbot bo'lmasdan Allohdan kelgan dalil isbotlar ustida qarisiga munozirlashadiganlarni Alloh taolo qattiq o'ch ko'rdi. Allohning dargohida va mu'minlarning nazarida qattiq nafratga qoladi. Ya'ni mu'minlarmi bundaq sifatli odamga g'azablanadi. Kimning sifati shundoq bo'ladi ekan, Alloh uning qalbini cho'qim pechatlab yetadi. Shuning bilan u yaxshilikni bilmaydi, yomonlikni inkor qilmaydi. Shuning uchun Alloh taolo mundaq deydi: buzg'unchilik qilib iymondan bosh tortgan, bandalarga zo'mgarlik qilgan har qanday odamning dilini Alloh mushundaq pechatlab yetadi. Abu Imron Juvayni va Qatada bu oyat haqida mundaq deydi: zo'mgarlikning alomati nahaq odam o'ltirishdir. Alhamdulillah, yuqorida sura G'ofir tafsiridan 35-oyatgacha angladinglar. Oxirini keyin qatamliq o'qishimiz davomlashtiramiz inshaalloh. Sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.